Assalomu alaykum hammaga. Mana mashinamiz siltab uchib bo'layotgan ekanlar. Svetoforlarda paqqilashlar paydo bo'lib qolgan. Kamerani yaqinroq keling. Mana switch provodlarga mana qani bo'lib aptol o'tib ketgan. Xo'p, buni kirishga prikladka switch provodga qo'yamiz. Inshaalloh paqqillashlari ham hamma narsalari yo'qoladi. Motorda detonatsiyalari bor. Ular ham yo'qoladi. Kuzatib turinglar, video davomida qo'yib boramiz. Mashinamiz mana bu ko'rganingizlar. Bu bitti inshaalloh. Switch provodda kirishga prikladkalari almashdi. Titrashlari, paqqillashlari hammasi yo'qoldi. Inshaalloh bu Nexia'miz ham bo'ldi mana. Sal baroqligini pasadga ishladi o'zini. Cho'ktirib, tiqillamaydigo, tirqilamaydigo, haligi lambalar o'tvormaydigo holatda qilib berdi. Inshaalloh kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Jidekap avtoservisga murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamlarimizni tagiga qoldirib ketamiz.